meni o'zingizga turmush o'rtoq sifatida qabul qilishga rozimisiz? Iha! Endi sizlarni er va xotin deb e'lon qilaman. Kim kelin tomonni zaharladi? Senga jo'natma keldi. Rahmat. Salom, men Lili planshetman. Kel, o'ynaymiz. Yana qirilib ketamiz. Boni, yetar endi, telefonni qo'ygin. Hozir. Sen bilan gaplashmoqchiman, qurilma. Men Lili planshetman. Men va o'yinchoqlar butun yoz davomida Boni do'stlar orttirish uchun ishladik. Sen esa buni barbod qilyapsan. Yaxshi. Sen hatto meni eshitmayapsan ham. Yo'q, sen eshitding, mana qaragin. Now look here, me and the toys have been working all summer Endi ispanchada. con los gemelos Jordan. Al otro Nima? Ha, shkaf ichidagi joyni men olaman. Woody. Jesi, alo. Tashqari aytilganidek o'yinchoqlar uchun yomonmi? Ko'p tashlab ketilgan o'yinchoqlarni topayapmiz. Meni pastga tushiring. Texnologiya biznikiga ham kirib keldi. Men bilmadim, Jesi. O'yinchoqlar o'ynash uchun. Texnologiya esa hammasini o'rnini bosadi. O'sha qurilmani deb Bonini yo'qotyapman. Tez kelishga harakat qildim. Nega ko'ylak kiyib olgansan, Budi? Bu pancho deb ataladi, Sanchiqvoy. Kimdadir malla bo'yoq topiladimi? Qimirlamang. Sen kimsan? Hoy, men tinchlik istab keldim. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi, kovboy. Sen ham yana bir eski o'yinchoqmisan? Kalikaning uchun seni qari deb o'ylayapti, Budi. Aynan hozirgi zamonda Boniga yordamim kerak. Uchrashguncha o'yinchoqlar. Bizga qo'shimcha kuch kerak. Bo'lishi mumkin emas. U qochib ketyapti, bas. Bizni bu sayyoradagi vazifamiz bolani baxtli qilish. Boni hali ham bizga muhtoj. Olg'a bo'lsay. Bas, shu yerda qol, men esa ular bilan ketaman. Uni eplolmaydi deb o'ylayapsanmi? Bas, yo'q. Ajoyib pancho. Ularni yana urishishini ko'rish yoqimli. Ha, ajoyib.